Assalomu alaykum. Hurmatli tadbirkorlar. Mana bugun 19-iyun 2025-yil sizlar bilan o'yish tajribasi asosida mana uchrashuv o'tkazmoqdamiz. Uchrashuv o'tkazishimizdan asosiy maqsad bizning bankimizda mavjud bo'lgan kredit produktlar bilan sizlarni kreditorlar bilan sizlarni tanishtirish. Bizlar bankimizda mavjud bo'lgan turli tuman kreditlar bor. Hozir turli xildagi kreditlar bor. Bulardan biri mana biznesga birinchi qadam. Biznesga birinchi qadam kreditimiz bu 10 million so'mgacha o'zimizning bank-filiallarga dastlabki biznes g'oyalarini boshlash uchun beriladigan kredit hisoblanadi. Bu kredit 25% yillik 1,5 yilga beriladi bizlar bankda. Bunda o'sha bu kreditga o'sha xohishi borlar birinchi o'zini biznes g'oyasini boshlash uchun o'zini o'zi bank qiladi. Kim biz bankdan murojaat qilsa, bizlar buni o'sha hujjatlarni ko'rib chiqib qisqa muddatda kredit ajratishimizni amalga oshiramiz. Bundan tashqari bizlarda 312 sonli qarorga asosan ajratiladigan 300 million so'mgacha bo'lgan kreditimiz mavjud. Bu kreditlar 100 million so'mgacha Bigaro, 100 milliondan ziyod 300 milliongacha bo'lgan qolgan 200 million agar qaysi birlariga olmoqchi bo'lsangiz 300 milliongacha beramiz. 100 millionni besalab beriladi. Ya'ni o'sha hech qanday amallarsiz beriladi. 100 milliondan oshgan qismiga sizlar ma'lumotda 200-300 million olaman deydigan bo'lsangizlar, unda garov bilan sug'urta bilan bu kreditni beramiz. Bu kreditimiz muddati aylanma mablag'larga 1,5 yil. Agar asfalt ustuni asosiy vosita olaman desangiz 84 oyga, ya'ni 7 yilga beriladi. Bundan tashqari bizlar boshqa kreditorlarimiz bor. Bitiruvchi kurs talabalariga mana kelajakka birinchi qadam kreditimiz mavjud. Kelajakda birinchi qadam krediti bu dastlabki o'sha 10 million so'mgacha beriladi. Yillik foiz stavkasi 21%, bu ham 18 oygacha beriladi. 3 oy imtiyozli davrda. Bu asosan bitiruvchi kurs talabalariga beriladi. Bundan keyin agar shu bitiruvchi kurs talabalari kelajak uchun start degan produktimiz bor. Bu 300 million so'mgacha beriladi. Bunda likvidli garov va bitiruvchi kurs talabasi albatta yuridik bo'lgan bo'lishi kerak. Likvidli garov ta'minotida Markaziy bankning qayta moliyalash stavkasining 104% ustamasi bilan bu kreditimizni amalga oshirib beramiz. Ana o'sha bitiruvchi talabalar agar bundan tashqari mana bu yorqin kelajak sari degan kredit turimiz ham bor. Bu 1 milliard so'mgacha beriladi. Bu ham Markaziy bankning o'sha moliyalash stavkasining 104% ziyoda bilan beriladi. Bundan likvidli garov talab qilinadi. Albatta o'sha eng kamida bitiruvchi talabasi bo'lishi kerak. Bunu ochgan, ya'ni MCH'ni bir ta'sischisi bo'lishi kerak yoki nima deydi, korxona ochgan shaxs bitiruvchi talabasi bo'lishi kerak. Agar sizlarda mana shu kredit produktlarida bo'lgan o'sha biror bir savollar bo'lsa, mana savollar bo'lsa berishingiz mumkin. Biznesga birinchi qadam kreditni qanday o'zini qanday maslahat berasiz? Biznesga birinchi qadam krediti bu o'sha dastlabki start nima deydi, loyihani boshlash uchun ajratiladi. Ya'ni o'zingiz band qilasiz. Band qilgandan keyin o'sha bir oydan to'xtovga to'lov bor. Bu sizga o'sha mehnat stajiga o'tadi. Shundan keyin sizga murojaat qilsa, o'zingiz band qilgandan keyin bizlar 10 million so'mgacha bo'lgan miqdorda bizlar kredit ajratamiz. Yana bunday qanaqa savollar? 312 sonli qaror bilan 100 milliongacha. Kimlarga beriladi? Bu o'sha normal muvofiq kredit tarixiga bo'lgan kamida 1 yil bo'lgan faoliyatni boshlagan tadbirkorlarga beriladi. Albatta, schyotda pul aylanmasi bo'lgan bo'lishi kerak. Yattida yoki MCH bo'lgan xususiy korxona bo'ladi. Mana bu kredit o'sha 100 million so'mgacha boya aytgandek 84 oy 7 yil muddatga yoki 1,5 yil aylanma uchun 1,5 yil muddatgacha beramiz. Agar sizlarda boshqa savollar bo'lmasa, rahmat.